أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة biz o'tgangi darsda fiqhni qisqacha tanishtirib o'tdik. İmam Ebu Hanife rahmetullahi alayhini qisqacha tanishtirdik. Hanefi mazhab kitaplardan muatamat bo'lganlarni va mashhurlarni tanishtirib o'tdik. Muxtar bilan ixtiyorning muqaddimasini o'qidik. Bundan keyin ixtiyorning matni bilan ma'miz. Musannif rahmetullahi alayhi dedi Kitab at-Tahara. At-Tahara وهي في اللغة مطلق النظافة پاکizlikni bildirgan söz taharat degan. وفي الشرع النظافة عن النجاسات şeriatda istilohiy ma'nosi ma'naviya yoki moddiya meynatchilikdan pokizlik bo'lishi mumkin. والوضوء في اللغة من الوضاء الوضوء واو shalat o'qilgan bo'lsa الوضوء Al-vudu desanglar, bazı lug'at olimlari bu shu taharat qilishni bildirdi yoki masdar deyishi mumkin. Ba'zilar al-vudu degan taharat oldigan suvni deymiz. Shuna al-vudu desak, bi fathil vav taharat oldigan suv deb ishlatib qoldi ko'pincha ulamolar. Al-vudu taharat qilish masdar. Endi vudu degan lug'atda nimani bildirdi? Minal wadaa. Wada degan go'zallik, pokizlik. Shu ma'nolarda keladi. Muallif debdi va huval husnu. Husni jamal, go'zallik, chiroylilik. Masalan, hadisda imra'a wadi'a deb keldi. Imra'a wadi'a degan chiroylik. Yuzi masalan nur yig'ib turgan degandek ma'noda. Va fi shar'i wudu degan shariatda istilohiy ma'nosi al-ghaslu wal mashu fi a'da'in maxsusa. Ma'lum a'zolni, badan a'zolarini yuvish va silashdan iborat yoki masx qilishdan iborat. A'do maxsusan nimadan iborat? Shu Alloh taolo oyatda degan a'zo. Yuz, qo'l, put va boshni masx qilish. Va fihi al-ma'na al-lughawi. Shar'iy istiloh ta'rifida vuduning shu lug'at ma'nosiga mazmun bor edi. Nima uchun? Li'annahu yuhassinu al-a'da allati yaqa'u fiha al-ghasl. Chunki yuyilgan a'zolini go'zallashtirdi taharat degan. Yuvgan sira paqrab go'zallashadigan gap. Wal ghaslu al-isala. Endi yuyish degan nimadan iborat? Mush fiqh kitoblarda nurg'un sharikatni ta'riflaydi. Ta'riflashi boshqa narsadan farqini ayirish, hukmini aniq bekitish. Mesela o'lam desa, o'lam degan nimadan iborat? Manda bo'lsa o'lam deymiz degandek. Yani mesela juish dedi. Bu lug'atga munosabatli kishi bo'lsa, mesela juish nimadan iborat? Bu suvni iqtish. Mesela badanga suvni tekkizib iqtishdan iborat. Al-isala degan iqtish. Wal mashu, endi masx qilish desa al-isoba. Isobani biz dal tekkizish dedik. Mesela qo'lni namdab suvning namligini bir badanga tekkizsak, bu masx bo'ldi. Bundan keyin juish bilan masxdan ikkisining farqi shu. Badanning ustidan suv iqtsak, juish bo'ldi. Suvni tekkizib iqtmasak, masx bo'ldi. Va sababu fardiyatil wudu, mush taharatning farz bo'lishning sababi, nima sababdan farz bo'ldi? Nima uchun taharat olamiz? degan masalaga kelsak, bu namoz o'qish maqsad qilganda kelishimiz kerak bo'lgan muqaddimatul vojib deymiz. Usul fiqhda muqaddimatul vojib. Namoz farz. Farizni boshqa mazhabdagi ulamolar vojib deb ataydi. Farzning muqaddimasi yoki sharti namoz o'qish uchun shu taharat bo'lmaydi. Mushundan hozir taharatning hukmi nima degan savolga javob chiqib qoldi. Shunami? Namoz o'qimoqchi bo'lsa taharat qilishning hukmi nima? Farz. Ya'ni ayrim taharatning hukmi farz demagan bo'lsa-mu, hozir taharat qilishning farzligining sababi degandan farzgan degan gap chiqib qoldi. İradatus salah, yani namoz o'qimoqchi bo'lgan chaqda taharat qilish farz bo'lishning sababi namoz o'qishni maqsad qilish. Liqavlihi ta'ala: "İza qumtum ilas-salati faghsilu." Yani fiqh kitoblarda oyatning ashdal misol qildigan yerini, dalil qildigan yerini kesib oladi. Yani oyatni butun o'qimasin.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يمش آيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما نمشن رضي الله عنهما ديمز عباس وعبد الله هر ikisi sahabe oğulluqtun. معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون tartını yo'qlab qilib namoz o'qishga turmoqchi bo'lganinglarda namoz o'qiydigan vaqtinglarda tart ilinglar degan bo'ldi deb tafsir qilgan. Demak, hozir bu oyatning zohiri qarasak hozir. Zohiri nimani bildirdi? Tartını bo'lsin, tartını yo'q bo'lsin. Namoz o'qiy desanglar, tartilishing lozim degan buyruq mı? Lekin Ibn Abbas radhiyallohu anhu tartını yo'q bo'lgan ahvolda dedi. Tarat olsa, ikki namozni o'qisak bo'ldi demoqchi. Bu hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki sharakatlari bilan isbotlangan sahoba ikromlar tushungan mazmun. Masalan, Makka fathi bo'lgan chaqda, Xandak g'azotida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir tahorat bilan bir qancha namozni o'qigan. Hazrat Umar sizlar hech qachon qilib boqmaydigan ishni bizni qillar degan ekan, bu shunda joiz bo'lganligini ko'rsatib qo'yish uchun o'qiganligini bildirgan. Ana shada iza qumtum ila as-salah namozga turib bo'lgan chaqda degan bo'lmaydi. Ya bir majoz bor. Namozga turib bo'lib, endi namozni boshlab qo'yib, undan tartib qiling degan bo'lmaydi. Yani namozni boshlash ilgari namoz o'qish maqsad qilgan chaqda degan bo'ldi. Undan keyin bu yerda majoz bor. Namozni iroda qilmasdan nima qilsa bizga tushunamiz, buni tushunmaydigan bir odamga tushuntirib qolsa, nima ish qilsa sabab taratilish farz bo'lib qoldi desa, shu namozni iroda qilmasdan deblar. Buni musulmon bo'lsa, namoz o'qimoqchi bo'lgan chaqda shunda tartilish bor. Oyatda shunda buyurganda emas. Uni kabrolab qolsa bu shu Allohning buyrug'i. Biz shunda Allohning buyrug'iga lavay deb bizga keltirgan bandilar deymiz işte. U o'zi qabul qilmasa o'zining ishi. Lekin biz musulmonlar radina billahi robba va bil islom dini bo'lgandikan Allohning amri shu ibodat degan shunda nima uchun deyilmaydigan narsa shu. Nima uchun bo'lmaydi odat ibodat? Qil deydi, qildan gap. Yani bu oyatni ba'zi olimlar burunqi chaqlarda tartib olsin, yo'q bo'lsa har namozga zodi tartib odammo tartilishi kerak deb buyurilganda, keyingi vaqtlarda tartib yo'qlar, yana tartildigan tartibali shu o'zining tartib uquvasi bo'ldigan, unda yengiltilgan deb qaraydi. Yani mansux bo'lib ketgan ilgari hukm emas. Undan keyin bu oyatning zohiri hozir tartib odammo tartilishi kerak degandek mazmun chiqib qoladi zohirdan. Lekin bu mazmun icma'an gayr murad. Bütün alimlar zaten tartiba adam tartamasın buldu dedi. Çünkü ayetning lafzi jo, namoz o'qimoqchi bo'lsang tartal dedi. Balki ham da sistemli o'qimay qoldim bizsa, men oyatning vosita hukm olaman dedi qoldim bizsa, ya Uyg'urcha tarjima Qur'onni o'qib, nima qattiq hukm chiqarishi mumkin. Namoz o'qimoqchi bo'lsang tartal dedi. Hozir tartim bor, lekin namoz o'qimoqchi bo'lsang tartimlashim kerak deyish mumkin. Lekin sizlar bunda sistemni o'qig'alichu Ibn Abbasning, sahoba ikromlarning, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zi qilgan ishlarini bunda akab turib, yo'q buningdan maqsad ma'vo deb ayiramiz. Bizning farqimiz shu. Va o'qig'alan. Ba'zi shunda har xil gaplar chiqib qoladi-ku. Va farduhu, yani fardul wudu demakchi. Ghaslul wajhi va ghaslul yadayni ma'al mirfaqayn. Birinchisi yuzni yuvish, ikkinchisi qo'lni jaynak bilan birga yuvish. Ve meshu rub'ar ra's başninki yoki chashning desak bo'ldi, chechib adam bo'lsa, başninki 4dan biriga masx qilish. Ve ghaslur rijlayni ma'al ka'bayn, ikki putni ikki o'shqi bilan birga qatib yuvish. Mush 4ti farz hozir. Nima uchun? Lima talawna biz o'qigan oyatga asosan. Mush 4 narsa farz deganning dalili shu yuqori oyat. Mush 4 narsaga olimlar birlik kelgan. Ceynek bilan yuvish bilan o'shqni qatib yuvishga azra ixtilof bo'lsa-mu, lekin qo'lni yuvish, putni yuvish, yuzni yuvish, masx qilish 4 narsaga ittifoq kelgan. Fal wajhu ma yuwajahu bihi. Vajh degan nima? Yuzni yuvish dedi. Faslu wujuhakum dedi. Yuzni yuvish degan ekan bu yuzning chek chegarasi narigacha. Va quloqni o'z ichiga olamdi, masalan. Bo'yonni o'z ichiga olamdi. Ya'ni yuz degan so'zni ta'riflamoqchi. Ma yuwajahu bihi. Boshqalar bilan qarim-qarshi turib yuzlangan chaqda
Başqalarga yüzlənib turgan narsa. Şu başınınki başqalarga qarab turgan qismini yüzləyməz. Wa huwa min qusas ash-sha'ri ila asfal az-zaqn tula. Bunun çekçigirisi çaç ösəşki başlagan joy, çaçning başlanış nimasi, çaçning old tarafda masalan peshonning ust tarafida çaç o'sgan joyning baş qismi bo'ldi. Shuna qusas ash-sha'r demakchi. Shu yerdan inakning ost tarafiga qadar uzunlikqa o'lsak shunda qoldi. Shu yerdan şeygacha. Wa ma bayna shahmatayil udunayni ardan. İki quloqninki yumshoq yeri bor, alqsaldigan. Ayollar alqsaldigan. Shu yumshoq yerini shahmatayil udun deymiz. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning chechi mo'risga yoki shu quloqining yumshoqqa qadar kelibdi deb bor. Ya'ni ba'zi hadislarda barmoqini, ibhamni shu shahmatul uzunning udulista qildi deb bor. Allohu akbar degan chaqda hiza shahmatayil udun desak, shu barmoq shu udulda bo'ldi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda shunda. Navoniki hozir yuzningki to'rt tarafini biz bekitgan bo'ldik. Wa saqata ghaslu batinil aynayn. Ko'zning ichini yuvish vojib emas. Yuvish tushib ketdi. Nima uchun? Lima fihi min al-mashaqqati wa khawf ad-darari bihima. Chunki u ko'zning ichini yuvimiz desak, jafo tortib qolamiz va ko'zga ziyon, zahmat yetishi mumkin. Yoki menda desak bo'ldi. Bu ko'zning ichi muvajaha qilgan chaqda qarshi tarafga qarab turgan ya emas. Gerçi endi qaragan chaqda ko'zning qarshi nimasi ko'rinsin, lekin u ich tarafi, qapoqning ich tarafi emas. Bu taraflar muvajaha qilib turgan, yuzma-yuz boshqa bilan qarama-qarshi turgan ya bo'lmag'achqa desak bo'ldi. Lekin ya degani xavfud darar, ziyon zahmat yetib qoladi. Va bihi tasqutu at-tahara. Bihi degandagi damir xavfud darar, mashaqqa yoki xavfud darar. Shunda bo'lib qolsa, u yani pokizlash kerak bo'lmaydi. Va yajibu ghaslu ma bayna al-'idhari wal uduni. Al-'idhar degan chekidan shunda chach tushib saqal bilan tutishiga yavago. Shunday quloqning udildiki. Asha bilan quloqning o'tirida 1 santda chach o'smaydigan orliq bor. Aqyava. Ammo chach o'sgan yana idhar dedik. Quloq bilan shu chach o'sgan orliqni, ash aqyani yuvish vojib deydi. Yani bu mu yüzünün dairesi kirdi demekçi. Hazır idhar degan nima dedik? Quloqning udildiki, chach saqal o'sgan joy. Chekini quloqning bekavur shu. Yo'qmi, chach o'sgan joy. Hamda chach bilan quloqning o'tirdim, kichikkan chach o'smagan yava. 1 sant ya 1 barmoq kenglikida, shunchalik bir yava shuni hamda jumamdiq. Bu yuzga tavama emasmi? Muvajaha bo'lashda, muvajaha bo'lamdiq, qarama-qarshi qarab turgan odamga demakchi. Yani bir mazhabda hisob bo'lgan qarash, yajibu ghaslu ma baynal idhar wal udun. Ashu aqyani yuymas vojib deb. Idhar degan chachlar mana tutashgan yerinde doqmay va o'smagan yani. Chach bilan saqal o'silgan joymishadi. Misha. Cheki desak bo'ldi-ku. Cheki deyish mumkin. Yana bu Uyg'urcha dil ismi yo'q. Sizlar shunda qarab tushunasizmi bo'ldim. Mayadiki to'puz degan ma yuvajib degan mushgap qanday dalil gapiramiz shunda hadis qayerdan kelganmi? Yo'q, lug'atdan kelgan. Fagsilu wujuhakum dedi-ku, yuzingni dedi. Bu yuzimiz nereden yüz oldu? Ba'zi masalan, yanlam yüz deyasa, masalan. Ya ma gadindan tart mushamiz yüzlab turasa, bunun bir chekchigisi bo'lish lozim. Lug'atda bu vajh degan nimdan kelgan muvajahadan, masalan jiha deganmi shu vajhdan kelgan. Davanikin bu qarab turgan chaqda shu oldidagi odamga yuzlanib turgan boshning shu qismi vajh bo'ldi. Davanikin shu vajhning ichidagi o'rin demakchi. Bu so'zning aslini lug'atda ma'nosini ma'siz dalil qilish. Ha, chunki vujuh degan mush arab tili, ama arab tilida bunda atidi. Ataganki mush arab tiliga mush so'z nimani ko'rsatadi? Hukmini bekitish lozim. Agar masalan lahjani o'rtasida ixtilof so'z bo'lib qolsa. Ixtilof bo'lsa-dan fuqaholimo o'chaqda yana ixtilof tushanga. Buni misollar chiqdi. Li'annahu min al-wajh mana. Ashu joymo yuzning bir qismi, shuni yuyish lozim. Xilafan li Abi Yusuf rahimahullahu ba'da nabat al-lihyati li suquti ghasl ma tahta al-'idhar. Yani İmam Abu Yusuf rahmetullahi alayh eşyan jumsun buldu dedi. Qachon? Ba'da nabat al-lihya. Saqal o'sgandan keyin saqal bilan quloq orliqida joyni jumsaq bo'ldi. Lekin saqal o'sashtirgurcha yuymas.
Sakal o'sgandan keyin nima uchun yumaymiz yani desa, lisuquti ghasli ma tahta al-'idhari, sakal o'sgandan keyin sakalning ostidagi terini yuyish vojib bo'lmaydi. Shu sakalning ust tarafiga tekkizimiz qo'sini. Tigini ham yoki suv tekkizish vojib bo'lmagan ekan, ustiga ham tekkizgandan keyin sakalning ostidagi ash teriga suv tekkizib yuyish kerak bo'lmasa, sakalning osti aqyadan yaqin turib shu yerni yuyish vojib bo'lmasa, jiroq yerni yuyish albatta vojib bo'lmaydi dedi. Mesela bu sakal o'sgan joy, sakal chiqqandan keyin tigini yuyish kerak emas dedi. Yani bu yerni yuyish kerak bo'lmasa, ma yuzga yaqin-ku bu yer. Bu yerni yuyish kerak bo'lmasa, ma jiroq bo'lgan bu yerni yuyish kerak bo'lmaydi. İmam Abu Yusuf'ninki qarashi shu ekan. Qulna saqata zalika lil ha'il. Bu yerda sakaldan iborat bir to'sab turgan narsa bo'lg'achqa, uning ostini yuyish tushib ketdi. Maylidiq, jumsan bo'ldiq. Lekin ma sakal o'smaga aqyada to'sab turgan narsa bormi? Yo'q, undan kim buni yuysa deymiz dedi. Mishada hozir qulna deganga diqqat qilaman. Qulna degan shu fiqh kitoblarida yoki boshqa ilm fanlaridami takrorlanadi. Bir olim munda debdi, biz qulna. Fa in qala qulna masalan. Bu biz manda deb raddiya beramiz, manda deb javob beramiz degan. Mavsili hozir shu mazhabning qarshini yaqilab turib, Imom Abu Yusufning qarshiga raddiya berdi. Biz deganda shu Abu Yusufning boshqa Hanafiy mazhabga olimni demakmiz. Shu Imom Abu Hanifa va Muhammadning qarshini tutib mangadigan ulamolar shu qarashini tanlab Abu Yusufning qarshiga raddiya berdi. Ha'il degan to'sab turgan narsa. Ba'zi o'rinda ha'il deb kelsa, qo'sqidi yo'q ayolni bildirdi. Hamilning qarshiligida ha'il. Wala ha'ila huna. Yani bu sakal o'smagan joyni to'sab turadigan, yo'gab turadigan bir chash bo'lmaganlikdan biz uni yumsaq bo'lmaydi dedi. Abu Yusuf va huwa aqrabu minhu degan al-izaru aqrab min al-bayad demakchi. Damirni shunda qaytsan bo'ldi. Wa qala Zufar rahimahullah la yadkhulu al-mirfaqani wal-ka'bani fil ghasl. İmam Zufar qo'lni jug'an chaqda ikki jaynak yuyilmasin bo'ldi. Putni jug'an chaqda ikki o'shq yuyilmasin bo'ldi. Jaynakda masalan jaynakka yaqin qolgan chaqda o'sha qadar yursak, jaynakni qetib yumsak bo'laverdi. O'shqni ham yumsak, uning ostini yursak bo'ldi deb qaragan. Shuna matnul muxtarda z harfini belgilab qo'ygani Imom Zufar ma qarashga ketilmaydi, boshqasi qarashi va deb qo'ygan ishorat. Nima uchun? Li anna ila lil g'oya. Chunki ila degan musharraf bir g'oyani bildirdi. Falaniyagicha degandek. Yani falaniyagich degandan jaynakkicha birib to'xtang, yurishni to'xtang, jaynakni jumsoni bo'ldi degan gap ma'no demakchi. Zufar. Xuddi masalan, ma ishkaldini qo'shimizning ishga qadar supurtang desa, qo'shimizning ishkining oldinmi o'zishga olamdi, yo qo'shimizning ishkining oldiga kelib qolsa to'xtab olgan gapmi? Masalan, ba'zilar to'xtab ishlaydi, ba'zilar uni oldini supurtish lozim deyish mumkin. Qulna, mana qulna degan nima deb iborat? Hozir Imom Zufarga raddiya berishmoqda. İmam Zufarning qarshini o'tirib qo'ydi. Qulna degan ekan, biz Imom Zufarga bunda raddiya beramiz. Shu mazhabchilikka qolganlar. Mazhab qarshini tutganlar Imom Zufarga raddiya beryaptilar. Hozir ma qulna degan bu so'zni bir fiqh yoki shar'iy bilimda ko'p emas, tafsirdami, boshqa tavhiddami, kalamda hammasida bor. Bunda kelsa boshqa qarashga raddiya berishni ko'pincha. Qulna mana biz Imom Zufarga raddiya berib deymizki, va tusta'malu bi ma'na ma'a. Sizlar esa ila ma'nislam kildo dillah. Lekin biz deymizki, ila ma'nislam kildo, ma'a ma'nislam kildo. Masalan, Alloh taolo Qur'on Karimda va la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Yetimlarning mol-mulkini o'zingizning mol-mulki bilan birga qilib yeyolmanglar dedi. Ila degan gap nishada ma'a ma'nisda, ma'a ma'nis kildiganligi dalilmi? Ma'manisi keldi mana. Ila ma'nisi bilan keldi degil bo'lmaydi. Ma'manisi keldi, ila ma'nisi keldi. Har ikkisi tan ehtimollik bor bu yerda. Nabog'atda shu o'shqi tushunmasimi tarif bo'layotgan a? Ya hozir hamda shu bo'laveramdi, ashuni bahs qilyapmiz. Imom Zufar bo'laverdi debdi, biz hozir bo'lavermaydi demoqchi. Fatakunu mujmala. Fatakunu degan mushu fe'lning fa'ili ayatul wudu.
Tartilishga buyurgan oyat var-ku. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati degan ash oyat mujmal deymiz. Mujmal nima deb iborat? Masalan, ulumul Qur'onda sizlar mujmal, mubayyan, mutlaq, muqayyad deb o'qiysizlar. Mujmal degan ma'nosida bir xil ehtimollik bor. Man deganmidi, ya miyagich deganmidi deb sal uqonmay qoldigan ehtimollik bo'lsa mujmal deymiz. Masalan, mujmallarga gap qildi deymiz-ku. Aniq tushunib ketgan olmaydigan mazmun demakchi. Fatakunu mujmala. Lekin biz zada o'shiqchi yub, o'shiqni jumay to'xtamdiq ya o'shiq bilan birga juyamdiq, jaynak bilan birga juyamdiq ya jaynakni jumay to'xtamdiq, toza uqonmay qolgan bir ehtimollik bor. Chunki ila ma'nosimi bor, ma'nosimi bor. Oyat shunda mujmal, lekin shu oyatni tafsili bayon qildirgan kimda? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayon qildirdi. As-sunnah mubayyina lil-Qur'an. Davomida mana vaqad waradat as-sunnatu mufassiratan laha. Mujmal holatida tashlab qo'ygan ahvol yo'q. Vahiy degan ish qism bo'ldi. Vahiy matlu va g'ayri matlu. Rasulullohning bayon qilib berganimi shu vahiydan iborat. Davomida oyatda shuna ehtimolliroq qo'yib bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning chek-chegirisini aniq qilib u ehtimollikni yo'qotdi demakchi. Vaqad waradat as-sunnatu mufassiratan la. Sunnat ashuni izohlab keldi. Faqad sahha. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki annahu sallallohu alayhi vasallam adara al-ma'a ala marafiqihi. Suvni jaynaklarining atrofida cho'giltib yub tart og'irligi sahih kelgan deydi. Endi bu yerda bir narsaga diqqat qiling. Maktabda hozir mushi ibora bilan kelgan hadisni sahha dedi, shunami? Jaynakni shunda cho'giltib yudi degan mushadi sahih kelgan. Amaliyotda bu sahih kelmagan. Ojiz kelgan. Ma kitobning sirq varaqliq nusxa qarasanglar aslida ojiz deydi shirayat. Shunami? Munkara. Hamda biz o'quvchilar, tadqiqotchilar diqqat qiladigan o'rin mayli Hanifiy mazhabda bo'lsin, boshqa shar'iy bilimda bo'lsin, biroq qarashqa bir dalilni kelgan bo'lsa, o'sha hadisning o'zi, shu lafzi yoki shu yo'l bilan kelgan o'sha rivoyat ojiz bo'lib qolsa, bu shu qarashningki sahih dalili yo'q deganligini bildirmaydi. Masalan, hozir mush rivoyatning ojizi yo'q. Yani Resulullah'ın ceynekni juğallıqqa isbotlanmaganmi? Isbotlangan. Başqa sayyidislar isbotlangan. Yani fuqahalar odatda shu mazmun to'g'ri bo'lgan ekan. Bu hadisning ashshalik sahih rivoyatini shunda atoatni aklab nima qilib jumay, esida qolgan hadisning birini aklab mazmun to'g'ri bo'lgan ekan, tasahhul qilib dalam birisini akab qo'ydilar shu. Lekin hadis shu narsa mush lafz bilan kelgan bo'lsa, ma lafzdan bir harf o'zgargan holatda sahih emas deb ma'no tadqiq qilish mumkin. Lekin mush mazmun to'g'ri bo'lgan ekan, bular azraq rivoyat olsin bizga akildi, lekin buning sahih boshqa dalillari bor. Shunga hidoyda bir qarashda ojiz bir hadisni bizga kelgan bo'lsa, bu dalil ojiz deb tepasi bo'lmaydi. Kelgan dalil ojiz ekan, bu sahih boshqa dalil bormi deb biz deymiz. Sahih boshqa dalil bo'lsa, bo'ldi, hisob. Masalan, miyadimi? Adara ma ala marafiqihi degan mush rivoyat ojiz. Darqutni Bayhaqi rivoyat qilgan, bunun sanadida Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Aqiba matruk. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jeynikini billa qatib jug'anga Sahih Muslimdagi Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mushadisi dalil. فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه هنا يعني كين تخا ويشق مسلسة ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ve kolunu juyup ceynekten halkıp ma ceynek bilan möre arlıqdaki mişani adud deymiz. Mişay kadar çıketken gel. Putnu juğa vaqtidimi oşuqdan halkıp şu tarafiga tizilib qarab ketganga. Nanki Rasululloh jeyneklar oshqin jug'anmi, jug'maganmi? Jug'an. Say isbotlanganmi? Isbotlangan. Nanki ma kitobga sahha degani to'g'ri. Sahha degani sahih. Lekin adaral ma'ala marafiq degan shu lafz bilan kelgan rivoyat ajiz, zaif deymiz. Dalil bo'ldi demakchidan. Demak, hozir faqat sahha degan to'g'ri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan jeynekni jug'anlikqa, oshqin jug'anlikqa sahih kelgan, Sahih Muslimdan kelgan hadisda keldi. Şu qarshi chiqsa, qarshi chiqadi. Qarshi chiqsa, yo'q buning ma ajiz bo'lgan bilan men sahiba. Debla uning o'rniga dast qo'ysak, tamam. Abu Hurayra o'zining sunnatlar belgi olmush.
Yo'q, Abu Hurayra hozir o'zi qilgan ish bo'lsa, masalan Abu Hurayra beshig'i masx qilib, keyin boyonlar qadar masx qilib, ondan putini bijalik qadar bunda jug'an ahvoli bor. Lekin bu Abu Hurayra o'zi qilgan bir rivoyat kelsa, bu Abu Hurayraning ishi deymiz. Lekin bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qanday tarixini menda ko'rdim deb rivoyat qildi. Ya'ni qiyg'uvchi azim yerda Abu Hurayra emas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Nonken Rasululloh jenakni bo'shqini birga qilib yutganmi? Yutgan. Bo'ldi. Undan keyin hozir Zufarga mana raddiya berildi. Wa ra'a rajulan tawadda'a wa lam yusil al-ma'a ila ka'bay. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir g'azotdan qaytib kelayotgan chaqda qo'shindagi mujohid sahobalar tartilib, oldirib tartib ustini yuplam putning oq tarafini Jumugan ekan, faqala waylun lil a'qabi minan nar. Orqasi yuyulmagan putlarga do'zax azobidan voy degan bo'ldi. Bu yerda aqab degan so'z diqqat qiling. Aqabni ba'zi ulamolar o'sha domboq chiqib qolgan o'shiq shu debmi qaraydi. Hozir maktabda xuddi o'shiq maqsad qilin degandek ekapti. Amaliyotda bu o'shiq emas. Putning oq tarafi. O'shiq qoldimi? Nima oq tarafi? Xotin tarafidan sen so'njiq deydi. So'njiq. Ha, bilamsan? So'njiq deydigan gap bor. Başlarda bunun ismini bilmaydi. Nima ko'rsatib qo'ya. So'njiq degan boshqa mazmunda bo'lishi mumkin. Lekin so'njiq deb mana shunda tushunaman. Va putning oq tarafi. Mo'zdozli bo'lishi mumkin. Mo'zdozda buning mushak qilgan yerini bir narsa deydi. Ha, oqqut, ha. Mesela o'shiq degan ma'vo. Tamam? Endi qari dag'anda haqiqatan sizlarda tartilayotganda mushak gap ismini gap qilsanglar, diqqat qilib qo'yinglar. Yuyishda mishali sal chalqildigan ahvol bor. Mush oq tarafi mana. Chunki aqib degan moddani butun oyat hadisda kelgan, lug'at kelgan dashin shu oq tarafi kayni oshunda mazmun. Va ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Nima? Aql degan o'zining keyin kelgan farzandlari, avlodlar degan bo'ldi. Fa aqabahum nifaqan. Bir oyatda al-mahrni mustamasdan aqabtum. Ya'ni mushun butun moddalarning ustida akasanlar tiyiltna berib taqildi. Keyni oq tarafi degandek mazmun chiqdi. Davomida bu yerda bu muttafaqun alayhi desma waylun lil aqabi minan nar. Tapan deb tarjima qilingan iboratda. Ya tapan desak bo'lmaydi shu. Putning oq tarafi deb tarjima qilingan aqab degan. Yoki o'shiq desak bo'lmaydi. Nega o'shiqni deb qaraydigan ulamolar bor. Bu yerda xuddi o'shiqni demakchidak ekapti hozir. Chunki biz hozir o'shiqning bahsini qilyapmiz. Wa kadal ayatu mujmalatun fi mash'ir ra's. Jaynak maslikka o'xshash boshni masx qilishdimi mujmal holatda deydi oyatni. An mujmal deganning sharhi shu. Tahtamilu iradatal jami'i kama qala Malik. İmam Malik rahmetullahi alayhi baştan hammarini masx qilmaymiz degan. Va msahu bi ru'usikum. Beshani masx qilinglar. İmam Ahmaddan ishqil rivoyat kelgan. Mashhur rivoyatda, shu Hanbali mazhabda asos bo'lgan rivoyatda İmam Malik bilan o'xshash. Va tahtamilu iradata ma tanawalahu ismul mashi kama qalahu Shafi'i. İmam Shafi'i rahmetullahi alayhi degandek, masx degan zotni ism vujudga chiqishlik qanchalik bir chachqa masx qilsa bo'ludi degan mazmun chiqishimi ehtimol deydi. İmam Shafi'i rahmetullahi alayhining mazhabida ba'zi olimlar 3 tal chach o'sim bo'ldi degan. Ba'zi 1 tal chach qilsa masx qilsin bo'ldi deganlar bor. Va tahtamilu iradata ba'dihi. Yana bir qismiga degan mazmunmi chiqadi. Masalan, amsaktu bil kitob desanglar, kitobni tutdim desanglar masalan, kitobning hamma yerini qo'lingni qoplab turamda? Yo'q, bir qismini. Amsaktu bil bab desanglar, ishqning bilanlar qisqa yanlam ko'rsatdi masalan. Bunda ehtimolliqli bor. Kama zahaba ilayhi ashabuna. Ashabuna degan so'zdan kimlar maqsad qilindi? Al-imam was-sahibayn. Al-imam was-sahibayn. Ash 3 imom maqsad qilindi dedik. Bizning imomlarimizdan ash 3 imom qaraganda bir qismini masx qilishni ko'rsatdi. Va huwa qadrul masx. Ay bir qismi masx qildigan miqdor shu deydi. Demak, hozir maktabda İmam Ahmadning qarashini ekanmidi, biz qetib ekan bo'ldik. Chunki İmam Ahmadmi bir mazhabning imomi. Va qad sahha anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam tawaddaa famasaha bi nasiyatihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning
tarat ag'a vaqtida ko'kilisga masx qilganligi sahih hadis kelgan. Nasiya masalan, la nasfa'an bin nasiya. Nasiyatun kadibatun khati'a. Endi hadisda binasiyatihi val amama degan, ya'ni sallining bil qitib mushu ko'kilisga yoki chechning old tarafiga masx qildi. Yani çaş azraq chiqib turgan bo'lsa, bunun ustiga nima bo'lsa yoki sallim yoki bo'lgan bo'lsa, unda oqroq tortmasan, chashni masx qilib, lekin salligimi masx qilyapti degan rivoyat bor. Ana Hanifi mazhabda deydi-ki, bu salliga masx qilish atoat masx qilaman deb qilgan emas. Bu Hanifi mazhabining qarashi. Atoatdan salliga masx qilaman deb qilgan emas, chashning old tarafiga masx qilib, ana bunda qo'l tekkan uni deb bunda qaraydi. Davankin bular nasiya deganni shu asos. Bu salla hozir boshqa masalalar deb nasiyani tutib oldi. Ham nasiya degan ko'kuladidoq yoki chashning shu old tarafi. Peshonning ustidagi old tarafi. Fakana bayanan lil aya. Undan ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shu beshining bir qismiga masx qilganligi ash oyatdagi boshning qancha qismiga masx qilsa bo'ldi degan ehtimollikni bayon qilib berdi. Ve hujjatan alayhima degan ikkilan kim? İmam Malik ve Şafii. Albatta hamda ma kitobda ikkilanni tilga ilib hujja alayhima deb ularga raddiya adima. Biz İmam Ahmadning qatqan ekan o'shalarga raddiya aytib alayhim deymiz. Ana mushu Hanifi mazhabining qarashi. Bunda qarasak mushu masalasida o'ttir hal qarash. Nima uchun? İmam Ahmad mı? Rivayet kıtayıngan. Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh'ınki alt tarafının ağ tarafıga apırıp, ağ tarafının alt tarafıga ekeldi diye rivayet kıtayıngan. Bu mu dilcettin callak. Yani bir taraftan ihtiyatını köz tutkan. Mesela hemmigi masx qilsak, bizim ko'nglimiz tul xotirjam bo'ldi. Beshanla masx qilgandan da hemmigi maqsad qilgan bo'lsa, zamin qilib joyida qilgan bo'lmaydi deb sayyidisilar ehtiyotni tutgan. İmam Şafii mushu mas qildi degan bo'ladigan mushu bisiga tekkizmi, 3 tal chash tekkizmi deb bu mamda bak biz taraf chiqib olgan. Undan keyin ma o'ng taraf bilan sol tarafni o'ttirishani qilmazdi. Bir qismi, yani 4dan birga nima qilsa bo'ldi. Bu o'ttir hal qarash. Lekin dalillar shunda ehtimolli qildi. Shuni aql vojibni ko'rsatgan. Masalan, eng az 3 chash degan bo'lsa İmam Şafii bir tal chash, 2 tal chash qilsa bo'lmaydi. Lekin İmam Şafii'ninkisi bir tal chash deganlimi bor, 2 xil qarash bor. Şimdi İmam Ahmed çayşının hemmesi kılış lazım diyen, çayşının hemmesi kılış lazım da ançınçı bazı bir atal çayşla kapkası onu tarih doğru bulabilirdi. Nefi mezhepte Rum'un ra'as deyimiz. Rum'un az olup kapkası. Bulmaydı o. Periz adamı buldu, kem bulup kalan buldu deydi. Çünkü Hanifi mezhepte Rum'un az meselesi de Rum'u da biktişte ıslap bazı bayan kılındı. İttifak olduğuna başta hemmesi olan hesaplar. Hemmesi kıysa hemmelerin karşı cahit buldu deydi. Yani tötten birge çıkıp kalan çağda Şafii mezhebime buldu deydi. Peki Hanbali Malikide bulmadı deydi. Yani üçtal çeşka çıkıp kalan çağda Hanefi mezhebime bulmadı deydi. والمختار في مقدار الناصية ما ذكر في الكتاب وهو الربع. المختار diyenden bizim şahada bir neçe xil qarash borligini bilib olamiz. Bir neçe xil qarash va buning ichidan birini tanlaymiz. Bizning tanlig'imiz ma'vo deb bizni o'tirib qo'yadi. Ya'ni Hanifi mazhabda nasiya deganning miqdorini bekitishda ixtilof bo'lgan. Ulamolar har xil deb boqgan. Lekin biz o'sha al-kitob qaysi kitobda? Muxtasarul Quduri'ni al-kitob deymiz. Hanifi mazhabda al-kitob desa, o'sha Muxtasarul Quduri maqsad qilindi. Mesela usul fıkhda yoki selektiron fıkhda al-kitob deb qo'ysak, nima maqsad qilindi? Al-Qur'on Karim. Dallat alayhi al-kitob va sunna, al-ijma', al-qiyas deymiz. Al-kitob degan Qur'on Karimni ko'rsatadi. Yani Hanifi mazhabida al-kitob deyilib qolsa, Muxtasarul Quduri, boshqa kitob emas, Muxtasarul Quduri shu maqsad qilindi. Nahvichilar al-kitob deb qolsa, Sibawayning al-kitob maqsad qilindi. İmam Malik'in mazhabında al-kitap dese Mudavvana ya Muvatta mesela şunun o'zining bir kitap maqsad qildi. Her mazhabninki shunda atab ko'ngan bir kitap bor. Asos muhim kitobdan birini al-kitap deydi. Mabsut degan mabsut mo shuni muhim kitobning birisi. Lekin al-kitap deb qolsak mabsut maqsad qilmaymiz. Muxtasarul Quduri'ni maqsad qildi.
Yani Hanefi mazhabda al-kitab deb qalsa muxtasar al-Quduri. Yani bazı yerde al-kitabda mesela Kur'an-ı Kerim maksat kıldı. Lekin bu Hanefi mazhab ulamalar yazgan kitaplardan birisini deb qalsa şu muxtasar al-Quduri şu maksat. To'rtdan biri deb al-kitobda to'rtdan birini bekitgan. Do'nkin biz Quduriyning deganini biz hisob qilmaymiz. İctihad hozir. Nasiyaning miqdori qanchalik? Rasululloh to'rtdan biri mas qilganda deb rivoyat kelmadi. Nasiyaga mas qildi. Bu nasiya shuna qarasak, bu chashning chachvayani bunda mo'lchalab baqsak to'rtdan birga qildi ekan. Endi bosh qarashilcho, ya'ni bu mazhabga robani hisob qilib bosh qarash nimani hisob qilganisa, ba'zi alqanchilik degan. Alqan. Masalan, boshning mushami shu alqonga to'g'ri keldi-ku. Alqanchilik. Ba'zilar 3 barmoq degan. Ona mazhab sunnat deydi. Lekin farz qatorida emas. Hozir farz oyatda bekitgan yani shuni farz dedi. Ha. Yani sünnet ama billah farzdan billah katılırsak şu. Daire düşügenden yok mu? Ras degende şu çaç üngen joyini ras deymiz deyil. Bazı olimlar al-uduna min ras degan rivoyatga asosan quloqni shu boshqa ta'va deydi. Shu quloqqa mas qilish masalasi kelib chiqadi. Başka aldıkken yıldır kulaklarını şu gerdellere geçirmiş, nasıl itiyor? Kulaklarını kolluydu, bu da şımağla müstahap kadar kerimli yapma. Biz hazır haretinin farzlarını okutamiz. Farzlarını okutgan çağda, mustahabbat, şunu aldırıp gittim, mustahabbatının gibini kılmadı. Farzını okuganca farzının gibini kılıp, onsa savr tutsak o mustahabbatının gibi kengire çıkıdı onu zerk tutasın. Bundan keyin biz 4dan biri deb belgiladik. Ham 4dan biri deb belgilash mushfiqiy qarashlarning ichida o'ttira hal qarash, muvofiq qarash. Wala yazidu ala marratin wahida. Yani masqildina bir qatim, yani 2 qatim, 3 qatim bundan masq qilmaydi dedi. Bir qatim qiladi. Li'anna bit-takrari yasiru ghasla. Chunki takrorlansa, keyin suv oqadigan bo'lib, bu yuvishga o'tkilib ketib qoladi. Vel ma'mur bihil mash. Ya buyurulğunu masx qilish. Oyatda va msahu dedi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu bir qatim masx qilgan. Do'nki buni mandachi qilib o'tsak bid'at, makruh degan gap chiqib qolishi mumkin. Çünkü Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnati shu bir qatim masx qilish. Qala kim? قال المصنف في الاختيار وسنن الوضوء غسل اليدين إلى الرسغين 3 قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نومه لحديث المستيقظ. عند فرزları tugide. Farz oyatda bayon qilgan 4 narsa. Yani bir mazhab qanday qaraydi? Oyat zodi tarix ilishda kam bo's bo'lmaydigan ishlarni sanadi. Bu farzdan deb tushundik. Undan boshqasi desa sunnat mustahab bo'lishi mumkin, hadislarda bayon qilingan. Lekin oyatda yuvish kerak bo'lgan, qilish kerak bo'lgan yerdan birini tashlab qo'ymaydi. Undan keyin 3-4 narsa farz. Ham qolganlari sunnat buni. Ghusl yadayni ila rusghayn. Rusghayn degan rusg'am o'sha big'ish. Soatda qaydigan. Ama bir tarafini ku' deymiz, ma tarafini kursu deymiz. Arab tilida. Shunda big'ishning ikki tarafining ayrim-ayrim ismi bor. Ku' kursu' iç tarafı ku' tashqi tarafı kursu'. Ghaslul yadayni ila rusghayni 3. Qo'lni big'ishiga qadar 3 qatim yuvish. Qabla idkhalihima fil ina liman istayqaza min nawmi. Uyqusidan uyg'ongan kishiga nisbatan bir qacha suv olib qolgan dastak masalan. Ya küttek bir narsada suv olib qolgan bo'lsa, uyqudan o'g'in tartaladigan kishi suv olib tartaldi-ku. Albatta endi nugay masalan. Suv oldigan narsa ya hozir turbada shundan turbani to'g'risak shundan bo'lsa, qo'limizdan suv tiqmagan ekan, shu qo'limizni boshqa yuvib tartalmas. Agar unda bo'lmay, ustidan yoki suv tushmaydigan bo'lib qolsa, qanday ishlatamiz buni? Ya masalan to'kab ishlatsa bo'ldi, qo'lni tiqish ajatsiz. To'kash uchun masalan kichik narsa bo'lsa bo'ldi, sal yo'g'on narsa bo'lsa uni tiqilolmaydi. Hozir bu yerda maqsad nima? Ehtiyot ma'lum. Bu hadisda bayon qilgani ehtiyot iborat. Hadisda ama hadisul mustayqiz degan
uyqudan uyg'ongan kishining qo'lini yuvib taharat qilish haqida kelgan hadisga asosan dedi. Aşı hadis nima? Bu muttafaqun alayhi hadis. İza istayqaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi. Bunun har xil rivoyat var, lekin Buxoriyning rivoyati shu. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لقى وقتها قل نال جودة uxmaydi. Ki uyg'ongan chaqda rasan bo'lmishda yotgan bo'lsa, bunda uyg'ongan bo'lishi mumkin. Qo'li pok emas, tartilib, shunda uxlabdi, beshini qo'lini ustida qo'yib, shunda uyg'ongan bo'lishi mumkin. Yoki uxlab qolib, qo'li yaldi, yo'g'lab yurib, keyin yana qo'lni joyiga kirib yotgan bo'lishi mumkin. Endi uyg'ongan chaqdamda nima uchun qo'limizni suvga tiqammidik? Ehtiyatan. Ibodatda ehtiyot yo'q, bu degan gap qamlashmagan. Ehtiyot bormikan yo'qmikan? Mush hadisda masalan, mush qo'lni suvga tiqmaslik shu ehtiyatan. Hadisda illat ko'rsatdi, li'annahu la yadri ayna batat yaduhu. Balki buning qo'li shu yug'an payt oqshom yotgan payt bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa yana ehtiyatan qo'lni tiqmaydi. Balki shak tushib qolganda jazmiyatni tanlash qo'lda gapga nima deymiz? Shunda bir aniq nas kelgan ekan, shunga amal qilamiz. Nas kamizcha al-yaqin la yazul bi shak. Boshqa qoida bo'yicha. Mushunda ahvolda ehtiyotlan qiling demoqchi hadis. Summa qila. Ana manda ba'zi ulamolar ba'zi bir tafsillarni bayon qilib bunda dedi. In kana al-ina'u saghiran yarfa'uhu bi yadihi al-yusra. Mana bayatni degandek kichik bir dasta, kichik bir to'ngda so'lab qolsa, so'l qo'li bilan bunda ko'tarib turib, fayasubbu 'ala al-yumna, o'ng qo'liga to'kidi. Summa bil yumna fayasubbu 'ala al-yusra. Ondan o'ng qo'li bilan yo'lab turib, so'l qo'liga to'kidi. Li taqa'al bidayatu bil yumna. Nima uchun desa, o'ng qo'lni boshlab yuvish uchun. Kama huwa sunnah. Chunki hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'pincha ishlarda o'ngdan boshlashni yaxshi ko'rdi, shunami? Tart elishida, soch soqolni tarab maylishida, kashlarni kiyishida o'ngdan boshlashni yoqtirdi. Undan keyin so'l qo'li bilan ko'tarib turib, o'ng qo'liga suv to'kmaymiz debdi. Va in kana al-ina'u kabiran, yo'g'on midil tammaydigan yo'g'on to'nglab qolsa, yudkhilu asabi'a yadihi al-yusra madmumatan. Bu chaqdamda nugay yo'q, ha? Nugay ulab qolsa, yoki turib bilan nima qilsak bo'ldi, ish tugadi, lekin bu cho'ng bir tungda suba usib oldigan minasi yo'q. Bunda bo'lgan ahvolda, endi burunqi oddiy hayotlar shunda bo'lishi mumkin. Endi qanday qiladi desa, endi qo'lni tiqmay chora yo'q hozir. Endi buni bunda bir taklif beribdim. So'l qo'lninki barmoqlarini juplab turib, da cho'mishda qilib turib, olqonni tiqmay, barmoqni tiqib suv oladi. Fayaghsilu yadayhi liwuqu'il kifayati bidalik. Ha shunchalik miqdorda suvga tiqsa, maqsad ado bo'ladigan bo'lg'achqa, unda ortiq tiqmaydi. Ham charumida deb bilak kishi shunda qilmaydi. Wala yakfi biduni zalika fil adam. Odatda suv elish uchun hamda barmoqni uchini tiqsak suv og'ilmaydi. Cho'qimizda cho'mishda qilib turib barmoqni tiqamiz, lekin olqonni tiqmaymiz. Suv og'il bo'lmaydi hamda unda oz tiqsa. Qala va tasmiyatullohi taala fi ibtidaihi. Neda hozir taharatning sunnatlaridan sanatidi. Sunnatlardan birisi taharat elishni boshlagan vaqtida Allohning ismini atash, ya'ni bismillah deyish, sig'isi bismillah. Nima uchun sunnatmi shu? Limuwazabatihi sallallohu alayhi vasallam alayha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izchil mushundaq kelganlik uchun deydi. Nega diqqat qilinglar. Hadisda debdi, qala sallallohu alayhi vasallam man tawaddaa va zakara ismallohi taala kana tahuran li jami' badanihi va man tawaddaa va lam yadhkur ismallohi alayhi kana tahuran lima asaba al-ma. Kimiki taharatlanib Allohning ismini atagan bo'lsa, bismillah degan bo'lsa, butun badanini paklash bo'ladi. Bismillah demagan bo'lsa, tartagan bo'lsa-mo, shu suv tekkan yeri pokizlangan bo'ldi degan bir hadis. Ma'naviy gap. Oyatdagi butun badani poklanadi degan bu bir jismoniy qilish. Amaliyotdan doida anda bismillah deyish orqali butun g'usl qilganlarday savobni buti demakchimi yoki? Shunda fazli ortiq demakchi. Bu hamda o boshqa badanni g'usl qilgan ma'noda bo'lmasa-mo, suv tegmagan yerlarni yuyilgandeklam bo'lib ketadi demakchi. Lekin mush rivoyat, mush hadis ajiz.
Ya seyde kıldım ba. Aciz. Tesmiyetler degende bismillah'dan da mı? Yok bismillah. Ayak demesi olsun. Ya onda değiştirmezsin Allah'ın namını ataş dedi. Allah'ın namını ataş en akıllını bulan buldu. Bismillah bilen buldu. Hem vereyden de Bismillahirrahmanirrahim El-Qadirul Gaffar. Diyekken bolsa onda bu Allah'ın ismini atagan buldu. Ha? Diken Resulullah adını mesela. Bunu Bismillah deyse, onu artık demaysa, Resulullah mesela tarihte ağanca Bismillah deyip, müşlevzilen diyen de kelgen bolsa bu sünnet kılap deyip bunu. Lekin bu yerda Bismillah degan söz bunda kelmadi. Mesela qurbanlik qilgan chaqda Bismillahi Allohu akbar deydi deb keldim ha. Biraylan qilib Bismillahirrohmanirrohim Allohu akbar deyman desa, va Rasululloh degan o'xshash dang deyishimiz mumkin. Lekin ma'taratda Allohning ismini atash degan ekan, Allohning ismini qanday atsa atgan bo'ldi. Davon hadisini tarjima qildim shu. Bismillah deyish deb tarjima qildim. Allohning ismini atsa deymiz. O'sha tarjima qildim. Allohning ismini atsa deymiz. Bismillah deyish deganda ulamolar Bismillah desa bo'ldi. Endi hozir mana hadis ojiz yoki ojiz deganlar ko'p olimlar ojiz degan. Lekin bu tarixda olgan chog'da Bismillah deyish haqida shuni ojiz hadisdan kelgan. Tarixda olganda Bismillah deydiganlar quloqni ko'tarib qo'yman. Yani bunu sünnet deyish uchun muvozaba degan mazmun isbotlansa sunnat. Rasulullah devamlı şu tartağın Bismillah demte. Bunda mesele var. Aciz rivayetli geldi. Cih geldi lekin. Cih gelgenken bazı hadis alimleri acizden nur onu bolsa bunu da toplap ökülüp bu Hasan derecesiga yetido deb buni bir deri kötürüşü mümkün. Kötərsə Hanefi mazhab degandek sünnet degan gap chiqadi. Ana o'sha tartağın chaqda Bismillah deyishning hukm masalasi. Sünnet ya mustahab degan ulamolar ko'pchilik ulamolar. Sünnet ve mustahab yani ikisi yaqin sünnet mustahab degan ish qilib unda qilish yaxshi degan mazmun bo'lgan ekan, bu ko'pchiliklar. Lekin Imom Ahmaddan kelgan bir rivoyatda Bismillah deyish vojib. Masalan, qasdan Bismillah demaydan bir tartib qolsa, tartib yo'qsa deymiz demakchi. Vojib degan farz demakchi o şeyler. Yani o'sha farz demakchi. Endi Imom Malikdan 3 xil rivoyat kelgan. Mustahab, yani bizse ixtiyoriy, yani bizse Bismillah desang bo'lmaydi. Yani makruh degan bizning kelgan. Yani buni hadislarni siz tekshirib, tadqiq qilib, uyan tatib, eng oxirida natija chiqarsanlar, shu Hanefi mazhab degan sunnat va mustahab degan shu gap chiqadi. Ha. Lekin ba'zi ahli hadislar, masalan Shayx Albanining shogirdi Abu Ishaq al-Huvayni zadim shu hadisli sayyidi deb bir risala yozgan. Sayyidi deb. كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء. Bu risalesinde katağın çağda Bismillah deyiş seydep tercih qilgan. Lekin ulamolarning hadis tadqiqoti, mushu fiqh mazhab namini ko'chilib ko'zib tadqiq qilib xuloslasak, Bismillah deyish sunnat mustahab. Shu chiqadi. Endi buning lafzi nima esa Bismillah. Yana bir natija Bismillah demabdi, qasdan demabdi yoki esida yo'q, ya sahvallikdan demabdi. U odamning tarihi qanday oldi? Hisob bo'lardi. Qala was-siwak. Tarixning sunnatlaridan birisi tishni misvaklash. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam va'daba alayhi. Çünkü Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni izchil qilib kelgan ish bu. Hatto tartilish oldindan emas, uningdan boshqa vaqtlardami sirtdan uyga kirganda yoki uyda o'tgan chog'da pat misvaklab qo'ydigan. Uyqudan uyg'ongan chog'da misvaklab qo'ydigan. Va to'y qilganlar diqqat qiling. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati bu. Mesela ağzı yapırıp kaldı. Uykudan olan ağzının tam özgürüp kaldı. Onun için bu Resulullah'ın sünneti. Yani terdil işlememez. Yani biz terdağındığız yani mesela misvak işletip kaldı. Hazır şişot kısmını da işletmeyemiz. Bunun bir taşlım kalan sünnet. Hazır sünnet olduğunu terdil işlememez dedik. Yani adette ya talağa çıkmak olduk. Ya uykudan oğandık. Yani sırtın çiğdik öyle. Bu ahvalda shuni misvaklash sunnatim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davomli qilib kelgan ish. Namoz turishni oldi. Bu hamda hadisni tushunishki. Qaysi hadis mana? Va qala awsani khalili Jibril bis-siwak. Mening do'stim Jibril menga misvak ishlatishni tapilagan dedi. Mana diqqat qilinglar. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan. Sunan Ibn Majahdan bor, lekin ojiz. Shunami ekan?
Lekin hozir bu hadisninki mazmunini bildirdigan sahih hadis bor. Biz bayatini ham masalaga o'xshashgan. Mesela Sahih Buxoriy kelgan hadisda "Laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas", ravi shak qilgan bo'lishi mumkin. "La amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salah." Har namoz o'qishdan ilgari misvak ishlatishga buyurdim. Lekin ummatim jafolab qoldi, unda buyurmadim dedi. Ba'zi rivoyatlar "Anda kulli wudu" deb. Hozir ana o'sha "Anda kulli salah" degan mushu lafzga esilgan bo'lishi mumkin. Mesela shunda menga hisob qo'yib Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh deb takbir tushirildimi? Quloq qaqishdan ilgirlam, hisob qo'yib Allohu akbar deb. Anda kulli salat degan namoz o'qiydigan chaqda degandek mazmun emas. Ya namozni ilgir degan. Shuni quloq qaqishdan ilgir degan yerga olib borib tushungan gap. Buni namozga tartag'an chaqda desak bo'ldi. Namozga ketib deb tushunsak bo'ldi. Biz namozga chiqishdan ilgir uyda so'zlab chiqsak bo'ldi shu. Anda kulli salat bo'ldi shumi? Lekin ma hozirgi salafiy qarindoshlar quloq qaqishdan ilgir deb o'sha yerga taqib olgan. Endi kulli salat har namoz o'qimoqchi bo'lgan chaqda namozga chiqishdan ilgari namozga ketib o'tib, o'shin degan bo'ldi. Endi takbir tushidi. Imom Allohu akbar deb bo'lgan bo'lishi mumkin. Esa bu misvak nima qilaman deb uni bilan mashg'ul. Ya'ni namozni quloq qaqish kechikib turdi hozir bu. Imom bo'lib qolsa oxirgi jamoani saqiltirdi. Bu islom fiqhi toza to'g'ri emas. Va tushunishda namozdan burun namozni ketib o'tib, namozni bo'lmoqchi tartag'an chaqda shu ishlatilgan. Quloq qaqishdan burun takbir tushirishdan ilgari ishlasang bo'ldi-ku. Masjidga kiramiz bo'lmasa, masjidda takbir tushirishdan burun oldirmaymiz, ishlatib tayyor tursak, nimaga yaxshi? Buni o'sha anda kulli wudu degan rivoyatim bor. Undan anda kulli wudu degan, anda kulli salat degan, anda kulli wudu degan mazmun ekan deb ayaga apasaqim bo'ldi. Hadisni ayirmaydan tushunishdan ma'qul salatda hozirgidek bo'lgan chaqashni chiqadi. Mesela ma'qul salat desakmi, takbir o'qilib bo'lgan chaqda deb unda u yerga apirish dalil tushunadi. Tarqalgan chaqda tushunamiz, mesela anda kulli wudu'ni. Tarqalgan chaqda. Anda kulli salam har namoz turgan chaqda shu namoz turishdan ilgirki shu chaqlar masjidga berish va chirish shu hammasi anda kulli salat bo'ldi. Cho'qim o takbir tushirilib, quloq qag'ay degan chaqda anda kulli salat. Mesela namazda masalan la yazalu rajul fi salat man tazara as-salah. Namoz saqlayotgan chaqda namozni o'qimadi-ku. Da o'niki. Yana Imom Buxoriyning hadisida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu ammasi Maymuna bint al-Haris radhiyallohu anhaning uyida qo'ngan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayoli Maymuna, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kechilik ibodati qanday? Boshdan oyoq kuzatib mana shunda ugina deb kechida qo'ngan. Uxlamay kuzatib yotgan. Andikan kechida manda chaqdi uyg'ondi, andan ta'rit oldi, esig'liq tulumdan. Anda o'ylig'i chiqib, "Inna fi xalqis samawati val ardi" degan oyatni oyat qadar o'qidi, undan kirib misvak ishlatdi, andan ta'rit oldi. Deb kelib, mana "Summa raja'a ilal bayti fatasawwaka wa tawadda'a summa qama fasalla." Bu rivoyatda qattiq degan bu tafsiliy jarayon. Ta'tilishdan ilgari misvak ishlatdi dedi. Undan keyin mana tawadda'a summa qama fasalla. Summa qama fatasawwaka qabla an yusalli degan gap yo'q menda. Ta'ratni oldida undan endi kulli salat deganmi? Rasulullohning ash sherkitini qanday tushunamiz? Ash ta'at o'tgan chaqda nima qilamiz shu har bir namozga masalan. Namozni ilgari misvak ishlatgan deb tushunsak bo'lar. Mesela unda tushunmasak, mana Rasululloh ta'atni oldi qildi degan sunnatga amal qilmagan bo'ldi. Bu namozni kechib turish u kashili taqa ayrim. Unda o'rnikan sivak ishlatishmi sunnatlar qatoridan. Chunki shu lamartum bisvak anda kulli salat degan shu rivoyat bo'lg'achqa. Lekin musannif akaga rivoyat ajiz. Qalu wal asahhu annahu mustahab. Qalu degan ibaraga diqqat qiling. Bu fiqhiy atalg'u. Yoki shar'iy bilimda ko'pincha uchraydi. Qalu. Bu qaluning egizga ya. Hanifi mazhabdagi ulamolardan bir qismi bunda deydi. Yoki hamda har xil qarashlarni selishtirib, jalliqroqni ayiradigan va Hanifi mazhabdagi ko'z ko'ringan ulamolar bunda deydi. Hanafi mazhabdan Cumhur demaymiz hamda bir qism ulamolar bunda deydi.
Vel asahhu ennehu mustahab. Asah degan mi fiqhiy atalg'u istiloh. Asah degan ma qarashmi sahih, ma qarashmi sahih. Ikkilik sahih yoki 3-4 qarash sahih. Shuning ichidan ma'lumda sahihroq demak. Sal jalliqroq deb tanlaganni ko'rsatdi. Lekin sahih deb qarasaqchi, sahihning muqobili fasid bo'ldi. Yoki beklam aciz tashlab etilgan bo'ldi. Lekin asah deb qarasak uning muqobili bu yomon emas, u mustahih. Lekin ma asah degan ma'no. Val asah annahu mustahabbun. Ana Hanafi mazhab ulamolaridan ba'zilar bu sivak ishlatish mustahabmi, sunnatmi? Sunnat demdik, mustahab demdik. Ba'zilar buni mustahab deymiz, sunnat demaymiz deb qaragan. Nima uchun? Chunki bu tartning asosli bir ish emas bu. Tartning sirtidagi ish bu. Tartning asosiy bir qismi emas. Bu qo'shimcha bir ish, sirtdan qatlib qolgan bir ish. Davomlikin buni sunnat demaymiz, u mustahabbat qatoriga kirdi degan. Lekin Hanafi mazhabning al-asah qarashida biz hozir ma yuqoridagi ashuni asah deymiz hamda. Ma qalu deganlar ba'zi ulamolar yo'q, ma mustahab degan asahroqdi dedi. Lekin biz shu sunnat deganni shuni asah deymiz. Demak hozir bu yerda Hanafi mazhabida ikki xil qarash bo'ldi. Sunnatmi, mustahabmi? Ma kitobda sunnat dedimi, demimi? Ha, demak sunnat degan olimlar bor buni. Sunnat dedi. Endi ba'zi olimlar ba'zi olimlar unda selishtirib qo'yib mustahab deganlar bor demoqchi. İmam Quduri va ko'pchilik olimlar sunnat dedi. Ma kitobda shuni yozdi. Endi İmam Zaylai qatorliq ba'zi olimlar yo'q bu mustahab deb qaragan. Mustahab desak sal jalliq bo'ladi deganlar bor. Lekin biz sunnat degan qarashni shuni al-asah deb qaraymiz. Mishaychi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Shemiga yalbama. Bismillahni deyishda suvni qo'limizni tartishga munosabatsiz yuvish qo'lni. Ha? Qo'ldagi masalan bir maynachilik olib qolsa taziltay, uningdan keyin tartning yuvishi boshlangan gap. Ha, tartni qachon boshlaymiz? Bismillah deb undan boshlaydigan bo'lgan. Ha, qo'lni yuvish tartning qo'lni yuvish emas. Unda bir yerda maynatlab qolgan bo'lsa taziltish emas. Sünnet degani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam başında izchil qilib kelgan degan mazmun chiqdi. Mustahab desak-chi, Rasululloh qilmagan bu umum bunda bir dalillar qarab degan bo'lishi mumkin. Demak, mustahab hamda azra. Juish farz qilingan o'rinlarni juishlikka qitim soni qancha farz bo'ladi? Qitim soni ham dekilmiz. Ya'ni shu kitobda hozir shunda bo'lgandan keyin sunnatlar qatorida tasliful g'asl deb qo'ydi. Hozir men sunnatlardan taxabus tugatmadik. Sunnat masalan 8 sunnat bor desak, hozir 3-4 narsani qilgandan 3 qatim yuyishmi, 3 qatim yuysa, 3 qatim yuyish sunnat edi. Fasabran. Aşırısa, 3 qatimdan aşırısa bid'at deydigan ulamalar bor. Taratni olmaydi. Yo'q, taratni olmaydi. Zaman bid'at deb qarandiq ya. Bid'at desak bo'ldi. Çünkü Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aslında 3 qatim yuğa. Ondan artıq Cuma'ga. Onda artıq yusak, asasda kilip bireylerle 10 katımdan yüz, 20 katımdan yüz, bu dinini çıngırtıp, yok narsını payda kılıp, xatarlik yolga ketip kaldıgan boğaçka, biz 3 katım yüzdü, 3 katım yüzdü. Rasulullah en yaxşı şekilde tartağınız, ama ne oldu şunda? Boldu. Rasulullah 2 katımda mı yuğan? 3 katımda mı yuğan, 1 katımda mı yuğan? Bu şey emmesi, ne kıysan tartın toğır buldu degeni közüp koymaç. En mükemmeli 3. İkisi otural, birisi akallı. Pakizan şu bir narsa yuqqan bo'lsa, tartanmoqchi bo'lsak, uni zor Pakizanga yuyimiz uni. So'pullab tozini chiqatib yuyimiz uni.